Telefoning yig'ishlar bolaga qarab yig'lab yotibdi. Bitta meni bolamni siz ham qarang bir ota bo'lib. Sen nima deyapsan? Kun bo'yi ishdan charchab kelaman, bolaga qara. Bitta menmi qaraydigan, siz ham ota bo'lib qarasangiz hech narsa qilmaydi. Og'zingni ochir, seni vazifang bolaga qarash. Qara bolaga. Qayerda yozib qo'yibdi ota-onani vazifasi? Bor bo'lmasa pul topib kel. Siz ham ota bo'lib U sen ovozingni qara yig'layapti deyapman. Ota-onani O'chir ovozingni qara deyapman. Dadamni ayamni uyingga olib borib sen ham qaragin. Nima deganingiz? Faqat meni ota-onam emas, siz ham ota-onangiz. O'zingiz qarang. 3 kundan beri menikida turibdi, men qarayapman. Sen ham qara. 3 kundan beri, 25 yildan beri men bilan yashaydi ota-onam. Menga qara, meni ishlarim qolib ketyapti. Qarasang o'lib qolmaysan. Nima, menda ish yo'qmi? Menda vaqt bormi? O'zingiz qarang, kerak bo'lsa. Bor unda qariyalar uyga tashlagan. Men olib boramanmi? O'zingiz olib boring. O'shanda 5 minut qaraganingda nima bo'lardi? Mana ahvol. Nima